farasini o'ynab berishini. Gap yo'q. Kelamiz. Yozishkalarichi. Zikr 9X hayda kanalimizda vosh ishkalar narxi 9X ultrasi va plus night paketligi. Bu mashinaning qaysi navorotini gapirsa o'gina. Gapirilmagan joy qolmadi. Mana proyektorlarini nima yerga tushirib beradigan, buni bahaybatligini, navorotini, pnevmo podveskasini yoki eshiklar avtomatik ochilishini Vaydot ultrani haydaganlar o'zi biladi. Kamchilik haydadi. Bittasi qoldingiz menimcha aqllaringiz orasida bor-ku. Xo'p, shu mashinaga o'tib ketyaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Talab bizda do'st qanaqa bo'lyapti? Narxi lekin yaxshigina sezilarli darajada tushgan. Hozir Xitoy o'zidan olib kelaman desangiz ham, bu narxdan qimmat tushadi bilaman, chunki yonimizda oshib qolgan yoki 6 oy kutish kerak, mana shunaqa bo'lib turibdi. Hozir uje kirib bo'lganlargina bizda o'sha sotishyapti. Kimdir pul yetishgagina, kimdir srochniygagina 9X Ultra Night paket. Oldida ikkita monitorli, eshiklar avtomatik ochiladiganlik. Srochniga 55 kilovatli. 98 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Mana siz ham olib haydaveradigan darajada narxlar shikayat bo'lib qoldi. Bosib yuboring.